har bir HR mutaxassisida bo'lishi juda ham muhim bo'lgan 5 ta ko'nikma. Birinchisi bu hissiyotlarni boshqara olish. Chunki HR mutaxassisi har kuni bu har xil insonning hissiyotlari bilan ishlaydi. Ikkinchi eng muhimi bu kommunikatsiya mahoratlari, public speaking skills deydi, ya'ni omma oldida ham gapirish mahoratlari. Umumiy bir 20, 30, 40, 100 kishiga ham bemalol nutq so'zlash qobiliyati. Uchinchisi bu punktualnost. Hujjatlar bilan ishlaydi. Juda katta jarimalarga, juda katta deylik xodimlar bilan bo'lgan nizolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni HR mas'uliyatli va punktualniy bo'lmaganligi, ya'ni o'z vaqtida bajarmasligi ishlarni. To'rtinchisi bu negotiation deydi, ya'ni kishi o'zaro muloqot qilganda ham bir natija qila olish, kelisha olish, yakonni kelishuv bilan tugatish. Nizoli vaziyatlarda ham yakonni kelishuv va chiroyli vaziyatda yakunlash. Oxirgisi 5-sini aytaman, bu improvizatsiya qila olish mahorati. Ya'ni har xil vaziyatlarda bu HR ga tegishli bo'lmagan vaziyatlar ham, chunki HR marketing bilan ham ishlaydi, sotuv bilan ham ishlaydi, operatsion jarayon bilan ham ishlaydi, biznesdagi boshqaruv bilan ham ishlaydi. HR o'zining yo'nalishi bor, moliya bo'limi bilan ishlaydi to'g'ridan-to'g'ri. O'ziga tegishli bo'lmagan holatlarda ham improvizatsiya qila olish, to'g'ri yakunga olib bora olish har bir jarayonni biznesda konflikt natijasida katta zarar kelmasligini ta'minlash.